yuk mashinani imtihon jarayonida eshikni ochib o'tiramiz. Eshikni yopamiz. Demak, biz sidinani to'g'irlab olamiz. Oldiga, orqaga qarab, o'zimizning gavdamizga qarab. Endi qiladigan ishimiz steplyani bosgan holatda mashinani o't oldiramiz. Xo'sh. Palosligini tekshiramiz. Rulimizning holatini ko'ramiz. Rulimizni o'zimizga qulay shaklda to'g'irlab olamiz. Kamarni taqamiz. Imtihon jarayonida pоворotniklar asosan 4 ta joyda kirish, chiqish va chorrahalarda yoqiladi. Birinchi pоворotnikimiz chap tomonga pоворot yoqamiz. Bunda birinchi skors kerak emas bizga. Ikkinchi skorsga olinadi. Qo'l tormozni tushiramiz va sekin yurib start chizig'idan o'tganimizdan keyin pоворotnikni o'chiramiz. Palasaga to'xtashda palasani yopamiz, to'xtaymiz. O'shanda biz ro'ppa-rosa 1 metr masofada to'xtagan bo'lamiz. Endi bunda 3 sekund turganimizdan keyin istakadamizga kelamiz. Bunda ham palasani yopdik, to'xtadik. Mana qaraydigan bo'lsak, palasaga biz hali kelmadik. Bu joyda yopildi o'sha. Qarashimiz mumkin bemalol. Xo'p. Rushini ko'taramiz. Sportda turadi. Tormozni oyoqqa olganimizdan keyin gazni 2000 oborotga chiqaramiz. Mana shu holatda o'zini xodida juda ham yengil holatda chiqadi. Endi pavorot chap tomonga kelganligi uchun biz o'ng palasaga yaqinroq olamiz. O'ng palasaga yaqinroq olamiz. Bu holatda yelkamizni palasaga to'g'irlab olamiz va rulni aylantirishni boshlaymiz. Mana shu holatda biz yuradigan bo'lsak, palasa bosmaydi. Orqasi ham mana bu tomonda qarasak, bakoga qarasak, palasa ham ko'rinyapti. Ikkita palasani o'rtasida yuribmiz. Yana o'ngroq qolamiz. Yelkamiz keldi va burilishni boshladik. Palasani ko'rishimiz mumkin, bu yoqda ham palasani ko'rishimiz mumkin. Bosilmaydi. Har bitta pavorot qilganimizda biz yelkamizni keltirib burishimiz kerak. Mana bu joyda biz qarashimiz mumkin. Palasa bosilganga o'xshaydi, mana bunda qaraganimizda, lekin